Aziz tomoshabinlar, shirinligimiz, gazagimiz tayyor bo'ldi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Sizlar bilan bugun appetizer tayyorlaymiz, ya'ni ishtah ochuvchi gazak deydimi, shirinlik tayyorlaymiz. Bizga nima kerak bo'ladi? Tvorog, yorug'roqdan kelgan asal yoki sun'iy asal yoki bo'lmasam maple syrup deydi, shunaqa yoki keyin limon suvi ozgincha, bir qoshiq yoki yarim qoshiq, keyin apelsin kerak bo'ladi. Apelsinni tozalab olamiz. Apelsin tozalab olamiz. Tozalaymiz. Mana shu yo'sinda tozalab olamiz apelsinni. Bu retseptda Thomas Strecker degan oshpaz bor. Shu odam bilan o'rgandim. Tiyidagi oqlarni ham tozalab olamiz. Hop, po'cholarni olib tashlaymiz. Po'chani olib tashgandan keyin buni bu yo'sinda, mana shu yo'sinda kesib chiqarib olamiz. Shu yo'sinda kesib olamiz. Bundoq qilamiz va yana bu o'rtasida bundoq suv sekin keladi. Mana. Bu yoqdan bitta, bu yoqdan bitta. Va oxirgisi. Xo'p. Tozalab oldik. Suzmamizdan olib tvorog bu yoqqa solamiz talinkaga. Talinkaga solib bundoq qilib dumdumaloq qilamiz. Iloji boricha chiroyli shakl berib, bir xil qilib shakl berganimizdan keyin apelsinlarimizdan qo'yib chiqamiz. Yaqinlashtiramiz va boshqa ustiga limon suvini asal ustiga qo'shamiz. Qo'shdik mana va aralashtiramiz. Aralashtiramiz. Konsistensiya holatiga keladi, ya'ni undoq qilsanglar buni aralashgan holatga keladi. Shu aralashgan holatga kelganda bundoq qilib ustidan
quyib chiqamiz. Aziz tomoshabinlar, shirinligimiz, gazagimiz tayyor bo'ldi. Tvoroglar bilan qo'shib, apelsinlar bilan, soslar, suvlar bilan bismillah. O'zgacha. Bu boshqacha. Soslar, apelsin, asalli aromatlarni voy hammasini birlashtirib nihoyatda boshqacha mazza berdi. Tavsiya qilaman, yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'lasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.